Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomlarini yo'llash bilan birga tarixga nazar programmamizning 2 sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz o'tgan sonda kirish so'zlarni sungan edik. İnşallah bugungi sonimizda muallifning qisqacha tarjimaholidan boshlab huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Muallifning qisqacha tarjimaholi. Muhammad Emin Bug'ra 1901-yili Sharqiy Turkistonning Xotan shahri ichidagi Xalpilik Ho'yli mahallasida o'rtahol oilada dunyoga kelgan. Dadisi Faridin Hajim Xotanning mo'tvar diniy olimlaridan bo'lib, Muhammad Emin Bug'ra kichik cheg'idala vafot bo'lib ketgan. 4 o'g'il 2 qiz qarinishi bilan onasi Sekina Banu xonimning tarbiyasida cho'ng bo'ldi. Bug'ra 9 yoshida boshlang'ich maktabni, 21 yoshida Xotan va Qarqashdagi madrasalarda yuksak diniy ilmini islom bilimlari sohasida bitirdi. 1922 yildan 1933 yillargacha qadar Xotan va Qarqashda Qur'on tafsiri va hadis ilmlarida bosh mudarrislik vazifalarida bo'ldi. Ustun ilmiy qobiliyati va yaqinlik shaxsiyati bilan qisqa bir muddat ichida atrofda nom qozongan Muhammad Emin Bug'ra Sharqiy Turkiston xalqining atoqliq va hurmatga sazovor diniy zotlarga beriladigan Hazratim unvoni bilan ataldi. Bugunmi Sharqiy Turkiston xalqi marhumni Hazratim nomi bilan yod etmoqda. Muhammad Emin Bug'ra yosh chig'idan boshlabla Uyg'urcha, Arabcha va Farscha she'rlar yozishga boshlagan. Uning she'rlar to'plamida Arabcha va Farscha she'rlarni xili ko'p uchirtimiz. Bunun bilan billa Muhammad Emin Bug'ra o'zini har fursatda zamonaviy ilmlar bilan yetishtirishga tirishgan. Shu davrlarda tashabbus qilingan ma'arifda yangilik ko'chish harakatini qo'llab-quvvatlagan. Ma'arifda yurgizilgan yangilik va islohotchilik tarafdori bo'lganligi tufaylidan shu zamonning mutaassib kishilarining qarshiligiga va chetga qiqishiga uchragan. Muhammad Emin Bug'ra Qarqashda yosh mudarris va taliblarni tashkillab, zolim mustamlikachi Xitoy hukmronlarining dahshatli zulmi, milliy tengsizligi va ezishlaridan xalqimizni qanday qutuldirish yo'lida chora-tadbir izladi. Buning uchun u ishni oldi bilan o'rganish, tekshirib tadqiq qilish bilan boshlagan. Muhitdagi nihoyatda yetarsiz va oz imkoniyatlardan foydalanishdan boshqa, Xotandan Hindistonga berib kelib turadigan savdogarlar va Arabistonga borgan hojimlar bilan tog'isining uyida o'tkazilgan suhbatlarni qiziqib anglagan. Bu kishilar chet eldan ilib kelgan gazet jurnallarni o'qib, bilimini oshirib, dunyo vaziyatidan xabardor bo'lgan. Natijada ko'nglida o'z vatani va boshqa millatlarning tarixini tadqiq qilish zavqi tug'ilgan. Bug'ra buning bilan cheklanib qolmay, 30-yili butun Sharq Turkistonning muhim shaharlarini aylanib chiqib, bu joylardagi Xitoy hukumatining kuchi va xalqning ro'y holati qatorliq strategik vaziyatni o'zi bevosita ko'rib o'rgangan. Diniy va siyosiy jihatda mo'tabar Saud Damullam qatorliq zotlar bilan ko'rishib, fikrlashgan. Natijada Xitoy zulmidan qutulish uchun Sharqiy Turkistonning u vaziyatida qurolliq milliy inqilobdan boshqa chora yo'q degan tunishga kelgan. Shuning bilan 1930-yilning oxirlarida Xotanda Muhammad Emin Bug'ra rahbarligida bir yoshirin milliy inqilob komiteti tashkiloti qurildi. Bug'ra qo'mondonligida 1932-yili 2-oyning 20-kuni Qarqashda boshlangan milliy ozodlik inqilobi natijasida 1934-yili 7-oyga qadar g'arbda, Yangisardan tortib sharqda bo'lgan joylar Xitoy mustamlikachilardan ozod qilindi va butun Sharq Turkistonga yayilgan milliy ozodlik inqilobiga moddiy va ma'naviy jihatda muhim yordamlar qilindi.
Bu tarixdan başlap Muhammad Emin Buğra Xotan mujohidlari bosh qo'mondoni bo'lib, Amir Hazratim unvoni bilan chet elda bo'lsa Xotan amri deb tanildi. 1934 yilning oxirida militarist Tungan Mahusanning hujumlaridan mag'lub bo'lib, Hindistonga hijrat qildi. Hindiston va Afg'onistonning Sharqiy Turkistonga chegirdash bo'lgan Pamir va Vaxan tog'liq rayonlarida qurolliq yig'ilish va yurtga qaytish faoliyatini olib bordi. Bu jarayonda bexatarlikni ko'zda tutib, Buğra Abdullaxon Yarkandi degan ismini qo'llangan edi. Shuning bilan Afg'oniston va Kashmirning Sharqiy Turkistonga tutash bo'lgan Pro'g'il jilg'isiga o'rinlashib, bu yerdan partizanlik taktikasi bilan bir qism zamin egallab, Sharqiy Turkiston milliy ozodlik urushini davomlashtirishni qaror qildi. Lekin Afg'onistonning chegara rayonidagi Vaxan qabilalaridan sotib olgan qurollar va va'da qilgan boshqa yordamlar qo'lga kelmadi. Harbiy Turkistonni besib olgan Ruslar va Hindistonda avj ilayotgan milliy ozodlik harakatlaridan qattiq andishiga tushgan inglizlar o'z chegaralari atrofida bu milliy ozodlik ushqunlaridan, ya'ni Muhammad Emin Buğraning qurolliq kurashlaridan qattiq cho'chib ketishi tabiiy edi. Betaraflik siyosiy ijro qilayotgan Afg'oniston hukumatimi bu haqda andishalik edi. Natijada Muhammad Emin Buğra bir yil davom qilgan chegaradagi aktiv harakatlarni to'xtatib, Afg'onistonga chekinishga majbur bo'ldi va 1942 yilga qadar Kabul shahrida siyosiy mehmon sifati bilan yashadi. Bu fursatdan foydalanib, Sharqiy Turkiston tarixi haqida ilmiy tadqiqotli ishlarni olib bordi. Xalqaradagi mashhur kitobxonalar va tarixiy tadqiqot o'rinlari bilan aloqalashib, material to'pladi. 4 yillik jafoliq emgak natijasida millati uchun tunji qatam o'z farzandining qalmi bilan yozilgan Sharqiy Turkistonning atrofliq bir tarixi, Sharqiy Turkiston tarixi kitobini yozib bitirdi. Muhammad Emin Buğraning bu asarni yozganligiga yarim asrdan ko'proq vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, oldi bilan Gomindangchilar, keyin Gonsandangchilar o'zining mustahkamlikchi hokimiyati uchun eng cho'ng xavf deb tanib kelmoqda. Bo'libmi Sharqiy Turkistondagi milliy uyg'onish yalqinlashgan sari ularning bu andishalari texmo oshmoqda. Xitoy Kommunistik partiyasi ishidagi ideologiya tarbiya mutaxassisi bo'lgan Chen Buchenning 1991 yili 8 oyning 23 va 24 kuni atalmish Xinjiang gazetida e'lon qilgan Sharqiy Turkiston tarixiga raddiya degan uzun bayonotida mundaq deb yozilgan. Muhammad Emin Buğra bu kitobida yot millatlarning, ya'ni Xitoylarning Türklərə qılğan iqtisadi eksploatatsiyasi və siyasi zulmini paş qılıb, yat dövlət, yəni Xitayning Şinjanğa tajovuz qılğanlığı üstüdə şikayət qılıb, buningdan keyin bu kitab vatanni suyish engini o'stirish, millatimizning erkinligini qo'g'dab qilishda bir ulush kuch bo'la olsa, bu men uchun iftixorlanarli ish bo'ladi degan. Demak, u bu yerda bu kitobni yozishdagi g'arzi o'z millatining vatanni suyish, millatining hayotini qo'g'dash, ozodligini qo'lga keltirish angliqligini va aktivligini o'stirish ekanligini bayon qilgan. Qisqasi, Muhammad Emin burun qo'lga qurol ilib, atakiga o'tib, Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini barpo qilgan bo'lsa, qurolni tashlashga majbur bo'lgandan keyinmi qo'lga qalam ilib, atalmish Sharqiy Turkiston tarixini yozib, yana vatan birligini parchalash uchun xizmat qilgan. Gerçi shakli o'xshash bo'lmasa-mu, mohiyati tamoman birdek. U Sharqiy Turkiston azaldan mustaqil davlat edi deb davron solgan va qadimgi vatanimizni Jungoning bir qismi emas edi, Sharqiy Turkiston azaldan mustaqil edi degan safsatini kuchab targ'ib qilgan.
Шинжаңда ziyolilar va boshqa yoshlar orasida turk millatchilik eqimining yamrab ketganligida 1932 yillari Mamtimin Bug'ra yetakchiligida yuz bergan Sharqi Turkiston milliy azodlik qo'zg'olonining qoldirgan ta'siri va keyincha uning yozgan Sharqi Turkiston tarixi degan kitobi asosiy ideologiyalik rol o'ynamoqda. Muhammad Emin Bug'ra bu kitobida Sharqi Turkiston xalq inqilobining maqsadi Jungoning asaratidan mangu qutulib, dunyodagi erkin millatlarga o'xshash erkin azod turmushdan bahramon bo'lish degan. Bu Шинжаңda yangidan paydo bo'lgan milliy bo'lginchilarning harakat nishoni. Shuning bilan birga burjuacha erkinlashtirish fikr iqimi adab ketdi. Tar millatchilik kayfiyati biroz o'sib qoldi. Ayrim milliy bo'lginchilar quturab ketishdi. Muhammad Eminning Sharqi Turkiston tarixi kitobining cho'nqur ta'siri yangi boshdan oshkorlanishga boshladi. Har darajalik partiya rahbari organlari bu xavfning og'irligini to'liq mo'lchallab, buningga qarshi chora-tadbir elishi lozim. Muhammad Emin Bug'ra 1937 yili Uyg'urcha, Arabcha va Farscha yozgan she'rlarining bir qismini o'z ichiga olgan Fasaidi Vataniya she'rlari to'plamini besib tarqatdi. Muhammad Emin Bug'ra Sharqi Turkiston milliy azodlik inqilobining mag'lub bo'lishidagi sabablardan birisi inqilob qo'shinida zamonaviy bilimga ega kishilarning yo'q degidak oz bo'lganligini tunib yetganlikdan muhojiratdagi Sharqi Turkistonlik yoshlardan bir qanchisini Afg'onistonga elib kelib fanniy maktablarda o'qitdi va bulardan ba'zilarini Turkiyaga avatib harbiy maktabda o'qitdi. Ikkinchi dunyo urushi jarayonida Sharqi Turkistonning siyosiy vaziyatida cho'ng o'zgarishlar yuz berdi. Muhammad Emin Bug'ra bu o'zgarishlardan foydalanish bilan vaziyatga moslashib, Sharqi Turkiston milliy azodlik kurashini qalam kurashi yo'li bilan, ya'ni siyosiy va ideyaviy saflarda elib berishning vaqti kelganligini his qildi va Xitoy hukumati bilan dialog o'rnatishning yo'llarini tadqiq qilishga boshladi. Shu paytda 1940 yili Aysa Yusuf Aliptekin Xitoy musulmonlari do'stlik hayitining boshlig'i bo'lib Afg'onistonga kelgan edi. Muhammad Emin Bug'ra bu fursatdan foydalanib, Xitoy hukumati bilan aloqa qilish yo'llari haqida Aysa Aliptekin bilan uzun muzokaralar olib berib, bir fikrga kelishdi. Muhammad Emin Bug'ra xotirasida bu muzokarani mundaq deb yozadi. Aysa Bagdan Jankeshi qatorliq Xitoyning muhim rahbarlariga xat yozib avatdim. Bir mezgildan keyin Xitoy hukumatidan mening Hindistonga kelib, Jungo Turkiston o'rtaq manfaatlari uchun xizmat qilishimga qo'shilganligini bildirib javob xat keldi. Muhammad Emin Bug'ra faoliyatlarini texmo erkin va kangtasha elib berish uchun 1942 yili Hindistonning Peshawar shahriga keldi. Bu qatam Kalkottaki Xitoy bosh konsuli Xitoy markaziy hukumatining Muhammad Emin Bug'raning Hindistonga turishiga qo'shilmaydiganligini va chapsaroq Xitoyga ketishini talab qilmoqda edi. Muhammad Emin Bug'ra Xitoyga berishni rad qildi. Natijada Hindiston xalqining milliy azodlik harakatlarini bostirayotgan Ingliz doiralari Yapon urushining Hindistonga yaqinlashib kelayotgan bir mezgilida Muhammad Emin Bug'radek bir milliy azodlik rahbarini xatarlik unsur deb Peshawar markaziy turmasida nazorat ostiga oldi. 1943 yili 1-oyning 8-kuni Xitoyga ketish sharti bilan qo'yib berildi. Muhammad Emin Bug'ra 1945 yilga qadar Xitoyning urush mezgilidagi poytaxti Chongqingda turdi. Bu mezgilda Xitoy istilochilarining hukmronlari bilan yuzma-yuz turib, siyosiy milliy inqilob ilib bordi. Siyosiy va ijtimoiy tashkilotlarda Sharqi Turkistonning milliy azodlik davosini anglatdi. Muhammad Emin Bug'raning kelishidan ilgari Xitoyga kelib o'ltiraqlashgan milliy mujohid sabdoshlari doktor Mas'ud Sabri Bayquzi,
Aysa Yusuf Alip Tekin, Qadir Əfəndi Samani və İsmail Əfəndi qatarlıqlar bilan yurttaşlar cəmiyyətində siyasi sahada birlikdə kurash qildi. Xitoy xalq ommasiga Sharqiy Turkiston masalasini tunishtirish hukumat beshidagi Kuomintang partiyasining Sharqiy Turkistonga qarata yurgizayotgan cho'ng Xitoy millatchilik siyosatini pash qilish va uningga birlikda qarshi turishni qo'lga keltirish uchun Xitoy nashriyat axborot organlarida Xitoycha chiqadigan gazet jurnallarda maqola yozib e'lon qildi. Bu maqolalar Xitoy afkor ommasi orasida zo'r ta'sir qo'zg'adi. Qalam kurashlari davomida eng kuchli ta'sir paydo qilgan maqolalardan biri 1944 yili 10 ayning 12 kuni Chongqingda chiqadigan hukumatning organ gazeti Dagongbauda e'lon qilingan Xinjiang emas Sharqiy Turkiston va Sharqiy Turkistonliklar Turkdir degan mavzulardagi maqolalar edi. İlmiy bəhs münazirə şəkildə davam qılğan bu maqalalar Muhammad Emin Buğraning ataqlıq Çin millatchi tarix alimi Li Dongfangning Sharqiy Turkistonni Xitoyning bir partisi deb o'tirg'a qo'ygan Dagongbau'dagi maqolasiga raddiya berib yozilgan maqolalar edi. Muhammad Emin Buğraning ilmiy asosda va butunlay Xitoy tarixiy materiallarini paket qilib raddiya bergan bu maqolalar oldida Li Dongfang javobsiz qoldi va o'zining mag'lub bo'lganligini e'tirof qildi. Buningga o'xshash ilmiy va oshkora munoziralar Xitoy parlamentida Xitoyning dahisi Sun Junsanning o'g'li doktor Sun boshchiligidagi bir turkum parlament a'zolaridan tarkib topgan Sharqiy Turkiston davosiga yuztashlik qiladigan bir guruhining maydonga chiqishiga sabab bo'ldi. Xitoyning ataliq olimlaridan tarixshunos Chen Buchen, tilshunos Gomuru va Ma Zhongyinglar Buğrani yo'qlab kelib tabrikladi va yuztashlik qildi. Muhammad Emin Buğra 1943 yili Xitoyning asosiy qonun tuzib chiqish qurultayiga sabdoshlari bilan birlikda Sharqiy Turkiston masalasini o'z ichiga olgan bir taklif loyihasini berdi. Bu taklif loyihasining muhim moddalarida Xinjiang degan so'zni Turkiston deb tuzitilishini hamda Turkiston millatining turk ekanligini ochiq va aniq bir shaklda o'tirg'a qo'yishni talab qildi. 1945 yili Xitoyda yolg'iz bir partiya hokimiyat beshida bo'lgan tuzumdagi Kuomintangning cho'ng qurultayida Xitoy davlat boshlig'i Sharqiy Turkistonga qarshi qaror chiqarmoqchi bo'lganda majlisdagi Sharqiy Turkiston vakillari buningga norozilik bildirib, majlisni tashlab chiqib ketishni, boykot qilishni qaror qilganda Muhammad Emin Buğra qilishi ikkilanmasdan Xitoy davlat boshlig'i qatnashgan qurultayni norozilik bildirib tashlab chiqib ketgan. Bu Çinning qurultaylarida ilgari ko'rilib baxmagan bir norozilik harakati edi. Muhammad Emin Buğra bu hodisa haqida xotirasida mundaq deb yozgan. Majlis boshlandi. Men majlis raisi o'tirgan sahna oldiga keldim. Yig'in zaliga bir qarab chiqdim va udul mangan bitim zaldan yurib yig'inni tashlab chiqib ketdim. Bütün vakillar menga hayronlik bilan qarab qilishdi. Bu bir boykot e'lon qilishga o'xshash harakat bo'ldi. Mendek bir yolg'iz bir kishining majlisni tark etib chiqib ketishiga boshqalar ancha parvo qilmas edi. Lekin men buni vatanim uchun bir sharaf namoyish deb bilib, oqibatning nima bo'lishiga hech parvo qilmasdan bu harakatni qildim. Muhammad Emin Buğraning yuqorqidagi faoliyatlari natijasida Xitoy Markaziy komiteti Sharqiy Turkiston to'g'risidagi ba'zi masalalarda texmo ratsional bir siyosat ijro qilishning kerakligini sezdi. 1945 yilning oxirlarida Muhammad Emin Buğra Sharqiy Turkistonga keldi. Sharqiy Turkistonda vaziyat bakmo og'ir edi. Kuomintang markaziy hukumati Sharqiy Turkiston masalasida butunlay ikki yuzlamachilik siyosat yurgizmoqda edi. Ishlar eg'izda bir xil va amaliyotda boshqa bir xil ijro qilinmoqda edi. Va'da qilingan islohotlarning hammasi qog'oz yuzida qoldi.
Xitoy hokimiyati Sharqi Turkiston xalqini ikkinchi sinf puhra qatorida tuvan ko'rib, haqoratlab muomala qiladi. Sharqi Turkistonning milliy boyligini uchuqdan uchuq talon-taroj qilib, ishkirga to'shimoqda edi. Muhammad Emin Bug'ra Xitoy hukumatining bu qilmishlariga qarshi faoliyat boshladi. Buning uchun oldi bilan milliy uyg'onish, milliy saviyasini yuksaltirishni asos qilgan aqartish faoliyatlarini olib bordi. Xitoydan yangi qaytib kelgan sabdoshlari Mas'ud Sabri va Aysa Olibtekin bilan birlikda Altay jurnali va Arak kunlik gazetida maqolalar e'lon qilib, millatni uyg'onish faoliyatlarini texmo keng qanot yaydirdi. Bu faoliyatlar qisqa bir vaqt ichida meva berishga boshladi. Bu vaziyatda Muhammad Emin Bug'ra Sharqi Turkistonda bir siyosiy partiya qurishning payti kelganligini sezdi va Sharqi Turkiston millatchi partiyasini qurishning oldingi bosqichini tamomladi. Bu qatim Rus konsuli va Xitoy hukumat doiralari buningga qattiq norozilik bildirib qarshi chiqdi. Natijada partiya rasmiy faoliyatga o'tmadi. Xitoy maxfiy saqchilari Muhammad Emin Bug'raning harakatlarini kuzatishga boshladi. Xotanda saylam ishlarini ko'zdan kechirishga borganda, Xitoy saqchi idorasi tarafidan planlangan Muhammad Emin Bug'rani o'ldirib etish suiqasd plani pash bo'lib qoldi. Koreyada Muhammad Emin Bug'rani qarshi olish uchun yig'ilgan xalq ustiga Xitoy askarlari o'q chiqarib, 7 kishini o'ldirdi. Muhammad Emin Bug'ra Sharqi Turkistonda 1947-yili qurilgan o'lkalik hukumat a'zosi va ta'mirat nozirligiga tayin qilindi. Shundaqla Arak gazetining bosh muharriri va Uyg'ur uyushmasi ilmiy hay'at raisi qatorliq vazifalarda bo'lgan. Urumchi Darul-Fununning faxriy professor unvoni bilan dars bergan va bir qancha ilmiy konferensiyalarda dokladlar bergan. Universitet tarixida tunji qatim atom energiyasi ustida ilmiy leksiya so'zlab ko'p ta'sir qo'zg'agan. 1948-yili 12-oyning 29-kuni o'lkalik hukumatning muavin raisligiga tayinlangan. 1949-yili 11-oyning 12-kuni Sharqi Turkiston Xitoy kommunistlari tarafidan istilo qilinganda, oilasi va bir qism sabdoshlari bilan Hindistonga hijrat qildi va shuning bilan Muhammad Emin Bug'raning ikkinchi muhojirat hayoti boshlandi. Bu jarayonda kommunist dahshatidan vatanni va bor yo'q har narsani tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgan minglarcha Sharqi Turkistonlik Kashmirga yig'ilgan edi. Bular uchun darhol bir insoniy yordam, ya'ni yemak-ichmak va boshlarini qo'yib yotoqligidek bir makon tepish kerak edi. Harbiy Tibetda yana yuzlarcha kishi panoh tilab chegaradan o'tish uchun to'plangan edi. Ular arqadan qo'g'lab kelayotgan Xitoy askarlari va chegarani to'sib turayotgan Hindiston chegara qismlari o'rtasida qisilib qolgan edi. Mana bularni darhol hal qilish uchun chora tepish muhojirlarimiz uchun hayot-mamotlik bir masala edi. Muhammad Emin Bug'ra ahvoliga ko'ra, ba'zida Sharqi Turkiston millatchi partiyasi boshlig'i, sobiq Sharqi Turkiston umumiy vali muavini va ba'zida panoh tilab chiqqan yurtdoshlarning vakili sifatida Kashmir hukumat arboblari bilan Hindiston hukumati va tashqi ishlar ministrligi bilan aloqa bog'lab muzokaralar olib bordi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Turkiya Jumhuriyati hukumatiga murojaat qildi. Muhammad Emin Bug'raning Aysa Olibtekin va boshqa sabdoshlari bilan birlikda olib borgan jafoliq tirishchanliklari qisqa bir vaqt ichida natija berdi va muhojirlar vaqtliq bo'lsa-mu Hindiston hukumatining qulaylik yaratib berishiga erishdi. Turkiya hukumatiga orqa-orqadan iltimos qilib, muhojirlarimizni Turkiyaga qabul qilishni talab qildi. 1952-yili 3-oyning 13-kuni Turkiya hukumati ministrlar kabineti rasmiy qarornoma ma'qullab, 1850 nafar Sharqi Turkistonlik panoh talab qilguvchilarni iskonliq o'ltiraqlashgan ko'chman sifati bilan Turkiyaga kelib yerlashishni qabul qildi
Şundaqla yuqorqidek 1949 va 1952 yillar orasida Saudiya Arabistonga berib turgan yurtdoshlarimizning iqomat, ya'ni o'ltiraqlashish ruxsati masalalarini yuqorqidek tirishchanliklar bilan hal qildi. Muhammad Emin Bug'ra 1952 yili Turkiyaga keldi va 1955 yili Turkiya Cumhuriyati puhraligiga o'tdi. Bu dunyoda so'g'oq urushning toza avj olgan davri bo'lib, Turkiya g'arb dunyosiga mansub bo'lgan va Koreya Choshan urushiga qatnashgan edi. Bug'ra bu vaziyatda Sovet Rossiyasi va Xitoy kommunistlarga birlikda qarshi turishning muhimligini tashabbus qilgan va G'arbiy Turkistonlik, Kavkasiya, Idil Oral va Ozarbayjonlik milliy rahbarlar bilan Turk birligi, Turk o'rtaq frontiga o'xshash tashkilotlarni qurishga kuch chiqarib, 1953 yili Istanbulda Turkcha Turkiston ismli oylik jurnal chiqardi. Shundaqla Sharqiy Turkiston xalqining davosini va jafoliq kurashlarini Turk xalqiga va butun dunyo jamoatchiligiga anglatish uchun harmay talmay ishildi. 1956 yili Turkcha va inglizcha tillarda Turkiston ovozi ismli jurnalni chiqardi. Arab va Osiyo davlatlariga berib, vatan davosini anglatdi. Uning Azadlik radiosi va Amerika ovozi qatorliq radiolarda so'zlagan turkcha, arabcha va farscha nutqlari O'rta va Yaqin Sharqda, butun dunyoda va Sharqiy Turkistonda yangradi. 1952 yildan boshlab Dunyo islom tashkilotining Sharqiy Turkiston vakili bo'ldi. Bu tashkilotning Makka, Bag'dod, Karachi, Tahron va Qahira qatorliq yig'inlariga qatnashdi. 1958 yili dunyo jamoatchiligining va bo'libmi islom dunyosining qo'llashini qo'lga keltirish uchun favqulodda kuch sarf qildi. Muhammad Emin Bug'ra shu yillarda, ya'ni 1952 yili Istanbulda Doğu Turkiston tarixi, jo'g'rafiy va shimdagi durum, 1954 yili Istanbulda Doğu Turkistonning hurriyat davosi va Chin siyosati asarlarini nashr qildi. Bulardan keyingisi Tayvan Kuomintang hukumati davlat arbobi Chujahua bilan Sharqiy Turkiston haqida elib berilgan munozirlarni o'z ichiga olgan bo'lib, bu har ikki asar Jumhuriyat turkchasidan inglizchaga tarjima qilindi. Ondan boshqa shu chaqlardagi Kuomintangning Turkiyada turishliq elchisining Sharqiy Turkiston haqidagi yolg'on yovdaq bayonotlarga qarata raddiya berib, maqolalar e'lon qildi. Muhammad Emin Bug'ra mayli yosh talib yoki mudarrislik chaqlarda bo'lsin, mayli Urumchida, Chongqingda, mayli Kashmirda, Pamir tog'larida bo'lsin, Anqarada hayotining oxirgi kunlarigacha bo'lsin, Uyg'urcha, Turkcha, Arabcha, Farscha matbuotlarda e'lon qilgan yoki e'lon qilinmagan 1400 misraga yaqin she'rlarda boshdan oxir qilcha ikkilanmasdan o'zining pok vijdonini, vatan millat uchun borliqni beg'ishlashdek jasur ro'yini ifodaladi. Uning Pamir tog'laridagi safari jarayonidagi jafoliq kechirmishlarni bayon qilgan ipek dastoni, Shunqarim nomli lirik she'ri, Vatan bizningdir qatorliq she'rlari xalqning qayg'usi bilan tang qayg'urib, xalqning dardi bilan tang yig'laydigan ikki ro'y dunyosini ichib bersa, O'yg'on millat, Silkin, To'plan qatorliq she'rlari millatni hurlik, ozodlik va erkinlik uchun kurashga chaqirgan jangovar she'rlaridir. Bug'raning turli shaklda yozilgan she'rlari tilining rangdorligi, stilistik vositalarining boyligi, lirik hissiyotining kuchlikligi va turoq, vazn, qofiyalarining mukammalligi bilan Uyg'ur she'riyatida mangu unutilmaydigan adabiy qiymatini namoyon qilmoqda. Muhammad Emin Bug'raning butun hayoti din, millat va vatan yo'lida jafo mushaqqatlik, tillarga daston bo'ladigan, qilichi va qalami bilan ilib borgan kaskin kurashlar bilan to'lgan. U shaxsiy hayotida mustahkam iroda bilan oddiy sodda yashadi. Bu jasur irodasini cho'ng umidlar bilan davom qilayotgan bir chog'da uning harmas yuragi 1965 yili 6 oyning 14 kuni tush vaqti bilan Anqaradagi uyida silishdan to'xtadi.
Mərhumның cinazəsi rəsmi dövlət murasimi bilan Türkiyə Cumhuriyetining al bayrığı və Şərqi Türkistanның kök bayraqlarını yopiq qilib, Anqaradagi əsri mazarlıqda dəfn qilindi. Bugun Bo'g'ronning tuproq beshi Anqaraga yo'li tushgan har qanday bir Sharqi Turkistonlikning cho'qim ziyorat qiladigan bir yeri bo'lib qoldi. Yatqan yeri jannat bo'lsin. Amin. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib vaqt munosabati bilan tarixga nazar programmamizning 2 soni mush yerda oxirlashdi. Yangi son programmamizda ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duoyinglarda bizlar uchun duo qilishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.